50 yildan kam vaqt ichida islom tarqoq va zaif qabilalardan qudratli davlatga aylandi. Chunki uning asosi yagona Xudoga e'tiqod va buyuk Allohni ulug'lash edi. Va shu darajaga yetganda, yana ular Qodisiya yerini zabt etayotgan paytda, Asim ibn Amr Fors podshohi Yazdigerdga yetib borganida, u albatta ularni islomga da'vat qilish uchun oldilariga bordi. Fors podshohi unga nafrat bilan qarab dedi: "Siz kim ekanligingizni unutdingizmi? Siz tarqoq qabilalarsiz, hech qanday bilim yo'q. Sonlaringiz och yuribsizlar. Sizda sivilizatsiya ham, davlat ham yo'q. Biz esa buyuk bir xalqmiz. Unda qanday qilib bunga jur'at qilasiz?" Shunda Rab ibn Amr unga: "Siz aytgan gaplar ilgari rost edi, lekin Alloh taolo bizga bizni zulmatdan nurga olib chiqqan payg'ambarni yubordi. Biz sizning oldingizga istagan har bir kishini odamlar qulligidan barcha odamlar Parvardigorining qulligiga, bu dunyoning torligidan uning kengligiga, bu dunyo va oxiratning kengligiga va dinlarning adolatsizligidan islomning adolatiga ozod qilish uchun keldik", dedi.